Qizingiz siz kabi baxtsiz, o'g'lingiz, eringiz kabi mas'uliyatsiz bo'lishini istamasangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslimam, yaxshimisiz? Bugungi mavzu siz qidirgan va sizni qiynayotgan ancha savollaringizga pullik kurslardagi yechimlarni bera oladi. Xo'p, nega qizingiz siz kabi baxtsiz, o'g'lingiz otasi kabi mas'uliyatsiz bo'lishi mumkin? Aynan qanday xatolarni qilyapsizki, aynan bu xatolardan sizni qaytarishga urinyapman. Keling, ko'rib chiqamiz. Lekin oldin ikkalamiz kelishib olamiz. Ushbu videoni ko'rar ekansiz, diqqat bilan videoni to'xtatmasdan oxirigacha ko'rasiz bir. Ikkinchisi, tahlil qilib borganimda aynan qaysi xatolar sizda borligini yozib ketasiz 2 va uchinchisi, bu videoni davom chiqishini xohlaysizmi yo'qmi? Albatta yozib keting 3. To'rtinchisi, xuddi shunday farzandlar muammosi bor bo'lgan dugonangizga bu videoni yuborib qo'yasiz. Kelishdikmi? Unda boshladik. Birinchisi, aynan o'g'lingiz otasi kabi mas'uliyatsiz, qizingiz siz kabi baxtsiz bo'lishiga siz sabab bo'lyapsiz. Birinchi asosiy sabab, siz eringizni, farzandlaringiz otasini farzandlaringizga ochiqchasiga yomonlaysiz. Eringizni oldida ham, ketida ham eringizni kamchiliklarini bot-bot farzandlaringizga aytasiz. Muslimam, men sizni bir ona, bir opa, bir singil, bir rafiqa sifatida tushunaman. Sizga berilgan ozorlarni albatta tushunaman. Men demayman, eri sizga e'tibor bermaganligi, mehr bermaganligi hech nima emas. Nima? Ota-bobolarimiz yashagan, buvilarimiz chidagan, o'lmagan, siz ham o'lmaysiz demayman. Sizni hissiyotlaringizni qadrsizlantirmayman. Lekin bitta narsani tushuning. Siz shu farzandlarni dunyoga keltirdingizmi? Siz ularga baxtli hayot ssenariysini berishingiz shart. Chunki farzandlar, biz ularni dunyoga keltirishimizni bizdan so'rashmadi. Biz farzandlarni xo'jayinimiz va ikkalamiz dunyoga keltirishni istadik. Bu bizni tanlovlarimiz edi. Farzandlarimiz bizni kattalarni muammosi uchun aybdor emas. Eringizda sizni ko'nglingiz to'lmayotgan sifatlar, xarakter xususiyatlari, kamchiliklari bolangizni aybi emas. Uni yuziga otang mashnaqa, adang mashnaqa ish qildi deyotgan paytingizda uni ongida nima shakllanadi bilasizmi? O'g'lingiz bepusht bo'lishi, qizingizda ajrim ssenariy shakllanishi mumkin. O'g'lingiz qarzga kirib, qizingiz siz va otasidan olmagan mehrni ko'chada yigitchalardan qidirishi mumkin. O'g'lingiz hech qachon ishlar yurishmasdan qizingiz bot-bot aldanishi mumkin. Chunki siz ularni otasini yomonlayotgan paytingizda ularni ongida aha, dadam yomonmi? Demak, men ham yomon insonman. Dadam no'noqmi? Demak, men ham eplolmayman. Dadam onamga azob beryaptimi? Demak, men yomon insonman. Insonlarga yaxshilik qilish qo'limdan kelmaydi. Men eplolmayman degan axborotlarni ongsiz ravishda shakllantirasiz. Tushunyapsizmi? Xatoyingizni ko'ryapsizmi? Yozib boring. Ikkinchisi, eringiz bilan hal qilinmayotgan muammolaringizda iltimos, bolalaringizni elchilikka tayyorlamang. Bor adangga ro'zg'orlik qilib kelsin. Bor adangga ani o'ynashgani qaytib SMS yozmasin. Bor adangga menga va'da berib yolg'on gapiryapti demang. Sizni hal qilmagan kattalar muammosi uchun bolangiz bolaligini yashamasdan sizga advokatlik qilish uchun dunyoga kelmagan. Bolalarimiz ustidan so'ralamiz. Bilasiz-ku buni. Prosta maska shunchaki eslatyapman. Siz buni bilasiz. Bolangiz toki bolaligida mazza qilib ustini kir-chir qilib o'ynamas ekan, o'rtoqlari bilan chiqib dugonalari bilan o'ynab kelmas ekan, bitta marojani mazza qilib o'zining sinfdoshlari bilan yeb kelmas ekan, huzur halovat ichida, sokinlik ichida, toki ko'chada yurar ekan, voy, adam bilan urushib qolmadim ekan, voy, ikkalasi yaxshimi ekan dirgan, siz farzandingizni bolaligiga o'g'irlagan onasiz. Siz qotilsiz. Uni bolaligidagi erkinligini, hissiyotini o'g'irlayapsiz. Va dunyoga kelganligidan pushaymonlik hissini his qildiryapsiz. Necha yuzlab o'spirin, balog'at yoshdagi bolalar meni konsultatsiyamga kelib bergan birinchi savoli: agar ota-onam tinch yasha olmas ekan, nega turmush qurdi? Agar ota-onam bizga mehr berisha olmas ekan, nimaga dunyoga keltirdi? Agar ota-onam o'z muammolarini hal qila olmas ekan, nega nikohlandi?
Bilasizmi? Bu savol aynan sizning farzandlaringiz tomonidan kaminaga kelyapti. O'ylab ko'ring. Uchinchisi, muslima, yetar ortiq bola pozitsiyasida qolish. Qachon ulg'ayasiz? Hayotingiz ustidan mas'uliyatni oling. Yana bir bor aytaman, sizni hissiyotlaringizni qadrsizlantirmayapman. Men ham bitta nogiron bolasi bor, bitta kichkina bolasi bor, qaynonasi bor, eri bor, 14 yillik oilasi bor ayol sifatida gapiryapman. Ona bo'lish, kelin bo'lish O'zbekistonda qanchalik mas'uliyat ekanligini men yaxshi his qilganman, qilyapman ham. Ya'ni bu kar qilib gapiryapti, o'zi necha yillik ro'zg'ori bor deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men his qilaman, jamiyatimizda kelinlarga, onalarga, ayollarga qo'yilayotgan talab qanchalik kattaligini. Lekin tushuning, biz ayolmiz. Bizni birinchi vazifamiz bolalarimizni aynan kattalar muammosiga aralashtirmaslik va ularni mustaqil hal qilish. Buning uchun ilm kerak. Xo'p, nima qilishim kerak? Erim e'tibor bermasa, qaynonamning oldida meni himoya qilmasa, qaynegachim oraga burnini tiqsa, erim gapga o'chib o'zi mustaqil fikri bo'lmasa, meni boqmasa, mas'uliyatsiz bo'lsa jim o'tirishim kerakmi deyapsizmi? Albatta, men sizni og'riqlaringizni tushunyapman. Lekin na urushdan, na janjaldan foyda yo'q, na ajrimdan foyda yo'q. Men sizga shuni aytaman. Ajrashib faqat siz yutqazasiz, erkak yutqazmaydi. Bitta ko'zingizni katta och atrofga qarang. Erkaklar uylangan erkaklar erga tegmagan bokira qizlarga uylanib ketyapti. Lekin siz ajrashib nimaga erishasiz? Hamma sizni qo'li bilan ko'rsatadi. Bitta er eplay olmadi, bitta bolani eplay olmadi, bitta ro'zg'or eplay olmadi. Shuncha yil qilgan mehnatingiz bir tiyin bo'lib, yana ayblov olib ketishga tayyormisiz? Kerakmi sizga shuncha ayblov? Undan ko'ra to'g'rilik. Qanday qilib deysizmi? Ilm orqali. Ilm insonga qanday qilib muammolardan chiqish yo'lini o'rgatadi. Xo'p, ustozim, men to'g'rilashga tayyorman, lekin qanday qilib to'g'rilay? Qanaqasiga to'g'rilay deyapsizmi? Mana shu uchun ham sizga yordam bermoqchiman. Sizni hayotingizdagi farzandlaringiz, eringiz, atrofdagilar bilan muammolaringizga zo'r yechim beradigan, farzandlaringizga baxtli hayot ssenariysini berishingizga sabab bo'ladigan ilmlarni sizga o'rgatmoqchiman. 19-20 aprel kunlari baxtli va ideal ayol bo'lish sirlari nomli 2 kunlik marafon tashkil qilyapman. Xavotir olmang, siz dunyoning qaysi nuqtasida bo'lsangiz ham bemalol onlayn ishtirok eta olasiz. Lekin bitta nosi bor muslimam. Hozir bu videoni ko'rgan paytingizda o'zingiz telefoningizni olib, zametkaga kiritib, budilnigingizni ham qo'ying. Taxminan soat 20-20:30 atrofida bo'lib o'tadi 19-20 aprel kuni. Nimaga zapis berilmaydi? Chunki siz samatsenkangizni ko'tarish uchun birinchi vazifangiz hayotingizda o'zingiz uchun daqiqalar ajratishingiz kerak. O'zingizni hayotingizda o'zingizga kuniga 1 soat, 2 soat ajratmasangiz qanaqa qilib samatsenka ko'tariladi? Ya'ni bola chaqam pastuda deyapsiz-ku, ularni ungacha hammasini tayyor qilib ishingizni bitirib kiring. Men sizni albatta kutaman va albatta bu videoni izohlariga qarasangiz, aynan marafon bo'lib o'tadigan kanalimning havolasi qoldirilgan bo'ladi. Kiring, pastda havolada turgan bo'ladi va unutmang, men aniq bilaman, siz shunaqa dugoningiz, qarindoshingiz, qo'shningiz bor, xuddi shu muammolarda qiynalayotgan. To'g'rimi? Eri mas'uliyatsiz, ichadi, chekadi, yuradi, pul bermaydi. Ajrashga shoshmasin, eting meni tilimdan va mana bu marafonga kirsin. Meni ko'rib turgan video ostida katta qilib kommentariyada va opisaniyada havola qoldirilgan bo'ladi. O'sha havolani bosib kiring. Men sizni marafon kanalimda kutaman. Unutmang, har qanday muammo yechim bilan berilgan. Yaratgan bizni avval toqatlantirgan, keyin sinovimizni bergan. Sizni hayotingizni yashagan va oilasini Alloh izniga saqlab qolgan, farzandlariga baqirmasdan tarbiya qilayotgan ona sifatida buni sizga o'rgatishga tayyorman. O'zingiz ehtiyot qiling.